Allohdan qo'rqqan holatda, Allohning ajrlarini umid qilgan holatda, Alloh taologa butun vujudingizni ibodatga sarflagan holatda Allohga duo qiling. Ayting, chunki faqat Alloh sizga sabr beradi. Faqat Alloh siz qadamlaringizni sobit qiladi. Allohdan so'rang, "Ya Robbim Alloh" deng. Menga din fitnasi keldi, sabr ber. Menga dunyoning fitnasi keldi, sabr ber. G'am, tashvishlar meni o'rab tashladi deb o'zingiz Allohga topshiring. Allohga yuzingizni buring. Allah Qur'onda aytibdiki, "Va man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah va huwa muhsin." Kimki Allohga iymon keltirgan holatda yuzini Allohga buyursa, undan ko'ra yaxshiroq kim bor deyapti Alloh. Ya'ni u inson faqatgina Alloh ber deb emas, balki iymon keltirgan holatda. Uning tavhidi komil, uning ixlosi komil, uning ibodatlari komil va Alloh iymon keltirgan holatda duo qiladi. Nimasiga iymon keltiradi? Meni Robbim, meni umidlarimni puchga chiqarmaydi. Men so'ragan duolarni Alloh rad etmaydi degan iymon bilan duo qiladi. Shodlikning rohat bilan shodlikning kaliti nima? Nima deb o'ylaysizlar? Allohga tavakkal qilishlik. Alloh bilan rostgo'y bo'lishlik. Sizga bu dunyo barcha g'am tashvishlar bilan ustingizga minib olsa, sizdan ham sizga mehribonroq Robbiz bor ekanligini esdan chiqarmang. Alloh aytayaptiki, "Nabbi ibadi", ey Muhammad alayhisalom, bandalarimga xabar bering. Nimani? Anni anal g'afurur rohim. Men kechirimli va mehribon ekanligini xabar bering. Sizga qaysi balo kelmasin, qaysi g'am tashvish, alamlar kelmasin, ozorlar kelmasin, yaqiningizdan, yotdan. Ular kelib yuraklar siqsa, hayotingiz tor qilsa, siz hammasini bitta qo'lingizni to'plab turib, Robbingizni eshiging tagiga shuni tashing. Mo'jizani ko'rasiz. Alloh Qur'onda Yaqub alayhisalomni eslang. Fasabrun jamil, chiroyli sabr. U qanaqa bo'ladi chiroyli sabr? Chiroyli sabr, ya'ni meni sabrim chiroyli. U qanaqa sabr deganda, buyuk Allohga yuzlanish. Va menga sabr bir qiyinchilik, musibat kelganda meni faqat chiroyli so'zlar chiqish. Va odamlarga borib turib Allohni shikoyat qilmaslik. Ya'ni nima uchun namoz o'qisam ham, sadaqa bersam ham shunaqa muammolar kelyapti demaslik. Va rohat, yengillik sizning oyog'ingiz kiyimingizdagi ipingizdan sizga qanchalik yaqin bo'lsa, undan ham yaqin ekanligini bilishligingiz. Shuningdek, sabrga yordam beradigan narsalardan biri Qur'on tilovat. Chunki Alloh azza va jalla shu Qur'on bilan odamlarning qalblarini mustahkamlaydi, shu bilan odamlarning bag'rini ochadi. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Albatta bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sizga musibatlar keladi, bu dunyoning hilalari, bu dunyoning balolari. Lekin ashu inson shu joyda Qur'onni shunday ochganda, Robbisining kalomlarini, oyatlarini o'qiganda qalblar yoziladi, taskin bo'lib xotirjam bo'ladi. Shuningdek, sabrga yordam beradigan narsa odamni quvvatlantiradigan narsa payg'ambarlarning siratlarini o'qish. Xosatan Qur'ondagi oyatdagi siralarni o'qish. Chunki Alloh azza va jalla o'zining habibiga aytayaptiki, Muhammad alayhisalomga, "Ulaika allazina hadalloh." Oldi payg'ambar, bir payg'ambarlarni zikr qilib, Alloh azza va jalla shularga hidoyat berdi. Endi Rasulullohdan nima keladi? Bizdan nima? Tabihudahu muqtadi, shularning yo'lidan yuringlar deyapti.